Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar kanalga. Hozir sizlar uchun tonirovkani yopishtirishni amerikancha usulini namoyish qilamiz. AQSh bilamiz. O'sha quyosh qaytaruvchi atermal plyonkalar va boshqa o'sha qirilishga qarshi plyonkalar ishlab chiqarish bo'yicha nomer 1 hisoblanadi. Birinchi raqamli ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Ham sifat bo'yicha, ham qoplamalarning xususiyatlari bo'yicha, mana hattoki yopishtirish bo'yicha ham ular yetakchi o'rinda turadi. Mana bizning mutaxassislar, ko'pchilik o'ylaydi bu tonirovщик usta deb turibdi, hali balondan kelib haligi buli usta xalqi deb hali ikkinchi darajali insonlarga qaragandek qarashadi. Lekin asli bu sohada ham, любой sohada ham, hattoki o'sha yer chopishda ham kallani ishlatib qilsa samarali insonlar bor demoqchiman. Hech qachon unaqa kibrga berilib tepadan pastga qarash kerak emas o'zi. Mana bizning mutaxassislar o'sha qoplamani yopishtirishning amerikancha usuliga ega bo'lishdi. Amerikaga bormasdan yoki qaysidir Amerikadagi mutaxassisning master klassini o'tmasdan o'sha to'g'ri master klass ko'rildi, YouTube orqali ko'rildi. Shuning uchun YouTube platformasi bugungi kunda juda ham katta ahamiyat kasb qiladi. Hattoki agar ta'lim olaman desangiz yoki bir nimanidir o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube orqali shu malakaga ega bo'lishingiz mumkin. Mana plyonkani qanaqa bu amerikancha usuli deyilganda, amerikancha usulda mana tepadan ilgari mana 3 kishi hattoki o'sha qoplamani yoyib turib, birinchi himoya qatlamini ochib, keyin ochgandan keyin suv sepib, tepaga olib chiqib yopishtirib, o'zi qoplamani oxirigacha ochilardi. Keyin ikkinchi usulda yarmigacha ochib yopishtirib olgandan keyin yarmini ochilardi. Endi bo'lsa to'la to'kis yopishtirib, mana hozir shu tepaga vitrajga mana hozir yopishtirib, mana ketdi. Himoya qatlami bittada olinadi. Shuni AQSh usuli deyiladi, chunki bu juda ham qulay usul hisoblanadi va bu yerda ikkita insonni o'zi kifoya. Unaqa 3 ta 4 ta odam ovora bo'lmaydi. Mana endi buni suvini chiqariladi. Suvini chiqargandan keyin hisob o'sha chetlarini kesiladi, ortiqcha joylarini va tappa tayyor. Mana Xudo xohlasa hozir endi qoplamani o'ziga keladigan bo'lsak, qoplama shaffof qoplama. Men kecha gapirib o'tdim. Bunday turdagi savdo nuqtalariga, ya'ni o'sha savdo do'konlariga ayni shaffof qoplama yopishtirish talab qilinadi do'konchilar, o'sha do'kon egalari tomonidan. Endi o'zi asli ko'zgusimon qoplama yopishtirish kerak bo'ladi hozir. Va mana ko'zgusimon qoplama anaqa bo'ladi mana. Lekin ko'zgusimon qoplamani bitta buyurtmachilar uchun noqulay tomoni bor, ichkari ko'rinmaydi bunda. O'shanga shaffof, lekin shaffof qoplama
to'g'ri o'sha ultrafiolet himoya qiladi, misol uchun himoya qilib, lekin issiqlik o'tkazish darajasi baribir yuqoriroq bo'ladi. O'shanga issiqlikdan himoya qilish darajasi kamroq bo'ladi bu shaffofda. Chunki nur o'sha ichkariga qoplamani teshib deymiz, shu teshib o'tib ketadi. Ammo ko'zgusimon qoplamada nur o'sha qoplamaniga ustiga kelib, keyin yana qaytib ketadi orqasiga. Shuning uchun mana buni biz olib tashab turib qoplamani o'sha shaffof qoplamani yopishtirish so'raldi. Mana qoplamani darajasi qancha to'q bo'lsa, o'sha ko'zgusimonligi shunchalik issiqlik qaytarish koeffitsiyenti yuqori bo'ladi. Ya'ni issiqlik qaytarish koeffitsient отражения солнечного тепла deydi. Shu hurmatli aziz obunachilar, tomoshabinlar, kuzatuvchilar, obuna bo'linglar kanalga albatta. Xo'p, bu qoplamamizni yorug'lik o'tkazish darajasi 80%. Endi xuddi shuni teskarisi mana bu ko'zgusimon qoplamamizni yorug'lik o'tkazish darajasi 20%, o'tkazmaslik 80%. Buni teskarisi yorug'lik o'tkazish 80%, to'qlik darajasi 20% xolos. Shuning uchun bemalol ichkari ko'rinadi. Chunki mana o'sha ichkaridagi tovar moddiy buyumlar ko'rinish kerak va o'sha mijozlarimizni jalb qilish kerak. Xo'p. Yana bitta qoplamani turi bor. Mana buning 2 marta yorug'roq, o'sha eng ko'zgusimon qoplamaning yorug'lik darajasi eng baland turi bor. Ya'ni R50 deymiz, 50% ga yorug'lik o'tkazadi. Bu endi men gapirdim 20%, u 50%. 50%likda ko'zgusimonlik bor. Baribir oftob tushganda tovlanish bor, lekin ichkari ko'rinadi. Men sizlarga hozir o'shaning namunasini ko'rsatmoqchiman. Kecha ham ko'rsatib o'tganman. Bitta namuna qilib yopishtirganmiz. Mana shu. Yaxshilab e'tibor bersanglar, mana ko'ryapsizlar, mana. Mana shu 50%likda ham mana ichkari ko'rinadi. Endi bu mana 70% yorug'lik o'tkazadi, 30% ga qora, lekin bunda ko'zgulik ustida shu nanokeramik elementlari yo'q bunda. Bu o'sha ichkarini tovlanmasdan ko'rsatadi. Bunda baribir quyosh nurlari tushganda tovlanish bor baribir ozgina. Lekin shunda bo'lsa ham ichkari ko'rinadi. 50% ga ko'rinish bu ko'rinadi baribir. Lekin o'sha issiqlik o'tkazish koeffitsiyenti yuqori. Infraqizil nurlarini darajasi baland bo'lgani bilan shaffof qoplamalarni o'sha ko'zgusimonli elementlari yo'q bo'lsa tarkibida, u qoplama
ko'zgusimon qoplamaga nisbatan kuchi pastroq bo'ladi. Xususan mana oz bo'lsa-da sizlarga kerakli ma'lumotni berishga harakat qildim. Kanalni qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'linglar, like bosinglar, kuzatishda davom etinglar. Rahmat hammaga.